Hamma Toshkentdan Buxoroga borsa, men Buxorodan Toshkentga keldim. Nimaga vloglar chiqarmay qo'ydingiz? Vlog qiling deganlar uchun endi oxirigacha ko'ring. Ertalabdan soat 2 da Abit Plus zavtrak qilib. Mana bu nasklar nima deyapti? Hay, endi ertalab yetib kelganman Toshkentga bo'lib turadi. Shunaqa chiroyli kiyindim, lekin sochimni taxlay olmadim, chunki Toshkentda na utjok, na fen. Kichkinalarni taqib, sumchkalarimni taqib, всем пока deb yo'lga chiqdim. Degan joyim Yunusobod, men esa Sergelida turaman. Yandeksga ursam 65 ming chiqardi. 3 minglik metrodan qo'ymasin deb metrogacha yetib oldim. Kim Sergelida tursa biladi, mana shunaqa zinalar meni metrogacha rosa qiynaydi. Odam shunaqa ko'p, lekin men shustraylik qilib o'tirib oldim. Yunusobodgacha perisadka bilan boriladi. Endi perisadkaga metroga tushganlar o'zlaringiz yozinglar, qanaqa talpa bo'ladi. Metroga tushmaganimga ancha bo'lgandi, mana shunaqa narsa ham ochildi. Anchadan beri olaman deb yurgandim, 2 ta oldim. Sofiyadan shirinliklar olib, Agasiga yetib keldim. Birinchi ofisimiz glavniysi juda ham chiroyli. Yaxshi ko'raman, menga ham nasib qilsa. Soatga srazu tushib tovarlarni yig'ishni boshladim. Yangi brendlar, yangi mahsulotlar ko'p, shuning uchun bir kunda ulgurmadim. Kech bo'lib ketdi, metroga tushib Chilonzorgacha yetib oldim. Joylarni bilmayman-u, lekin Buxoroda 8 dan keyin odam tinchib qoladi. Toshkentda esa hayot kechasi boshlanadi. Shunaqa odam ko'p. Toshkentga kelsam обязательно shopping qilishim kerak, chunki chiroyli narsalar juda ham ko'p. O'g'limga ham bir ikkita narsalar oldim. Xudo xohlasa keyingi videoda raspakovka bo'ladi. Lavash yeysanmi, kola ichasanmi, yo'q, Snickers yeyman deb lavash bilan kola olib kelib, ujinga maza qilib yedim. Shu bilan bir kunim tugadi. Всем пока. Yoqqan bo'lsa, конечно, like.